Assalomu alaykum YouTube kanalimni dastlabki obunachilari va ko'ruvchilari, sizlarga bugun Instagramda joylagan mana bu kreativ reklamani qanaqa yasalganini sizlarga hozir tushuntirib beraman. Juda ham sodda va oddiy qilib tayyorlanadi. Hech qanaqangi bir qiyin joyi yo'q. Xudo xolasa qo'llab tursanglar, bundan keyin ham xudo xolasa davomiy shaklda shunaqangi kontentlar bilan sizlarni xursand qilishga harakat qilaman. Demak, o'rtoqlar, bizga birinchi navbatda o'yindan olingan video zapis kerak bo'ladi. Hozir men oldindan videoni zapis qilib olgandim. Bizga ham zapis qilingan. Birinchi o'zingizga mos ravishda o'zingiz zapis o'yinni zapis qilib olasiz. Mana meni holatimda shunaqangi zapis bo'lgan. Mana shu joygacha olamiz va qo'liga molotov olgunga qadar bo'lgan joyini yetarli bo'ldi bizning holatimizda. Hozir aynan mana shu sahnani biz rasm ko'rinishida skrinshot qilib olishimiz kerak. Skrinshot qilish uchun shunchaki print screenni bossangiz bo'ladi, lekin ishingiz ko'payib ketadi. Sababi unda mana bu panelli ortiqcha joylari ham tushib ketadi. Osonroq ishingiz bitishi uchun mana bu VLC degan programma orqali agar ishlatadigan bo'lsangiz, mishkani o'ng tomonini bosadigan bo'lsangiz, mana bu video joyida zil snim qilsangiz, aynan videodagi sahnani sizga saqlanib qilib beradi. Xo'p, bizda screenshot tayyor bo'lgandan keyin ChatGPT yoki Gemini ga biz prompt yozishimiz kerak. Mana CS2, ya'ni Counter Strike 2 o'yinidagi personaj qo'lidagi molotov o'rniga agar taniqli ko'p международный taniqli bo'lgan brend bo'ladigan bo'lsa, shunchaki nomini yozishingiz kifoya. Agar mahalliy o'zimizning mahsulot bo'ladigan bo'lsa, uni rasm generatsiya qiladigan Nano Banana unchalik yaxshi tushunmasligi mumkin. Shuning uchun uni referensini yuklagan holatda uni generatsiya qilishingiz kerak. Hozir sizlarga tushuntiraman. Molotov o'rniga bu yerda yozishimiz kerak. Men referens sifatida yuklagan mahsulotimni joylashtirib berishi uchun ingliz tilida prompt yozib ber. Ingliz tilida yozilishini sababi ingliz tilida sun'iy intellektlar yaxshiroq tushunadi, yaxshiroq natija beradi. O'zbek tilida ham tushunishi mumkin, lekin unchalik siz kutmagan natijani berish ehtimoli katta. Shuning uchun ingliz tilida bizga prompt yozilishi muhim hisoblanadi. Xo'p, ingliz tilida prompt yozib ber dedik. Hozir ko'ramiz, bizga prompt yozib beradi. Demak, bizda promptimiz mana bu qora bilan belgilangan joyi. Buni kopirovat qilamiz va biz Nano Banana orqali rasmimizni o'sha poyiga molotov rasmini o'zgartirishga harakat qilamiz. Xohlasangiz Nano Banana Gemini orqali yoki Gemini mana bu joyda rasm yaratish qismi bor. Yoki Flow orqali ham ishlatsangiz bo'ladi. Flow orqali ishlatishimiz sababi bu yerda rasmni formatini qanaqa formatda bo'lishini tanlashingiz mumkin. Ya'ni landscape, portrait, ya'ni Reels ko'rinishida yoki YouTube formatidagi rasm bo'lishi mumkin. Bizning holatimizda landscape va bu yerda nechta natija bitida chiqarib berishi 4 ta ishlataveramiz. Sababi Nano Banana obunasi borligiga hech qanaqangi chegarasi yo'q. 1 oy davomida VIP ishlatishingiz mumkin. Demak, biz promptni joylashtiramiz va boyiga molotov screenshotini joylashtiramiz. Mana bizning molotov. Xo'p, screenshotini referensga yuklaymiz. Mana shu joyga yuklangan rasmlar reference deyiladi. Sun'iy intellekt tilida agar bilmasanglar. Xo'p. Bizda screenshot joylandi va o'zimizga kerakli bo'lgan boya aytganimdek o'sha mahsulotni taniqli bo'lmasa, uni referensini mana bu yozgandek, men referens sifatida yuklagan mahsulotimni joylashtirib berishini deb so'radik. Shuning uchun biz hozir mana bu mahsulotning rasmini ham yuklaymiz. E'tibor bering, mana shu joyda rasm paydo bo'lmaguncha siz zaпрос jo'natmay turasiz, chunki загрузка bo'lmaguncha bu обработкani amalga oshirib bera olmaydi. Ya'ni siz kutgan natijani bermaydi. Hop, bizda sozlamalar hammasi biz xohlagandek, demak biz zaпрос jo'natamiz. Zaпрос generatsiya qilib berishi 1 minutga ham bormaydi. 30 sekund, ba'zan 1 minutga ham cho'zilishi mumkin, lekin katta ehtimol bilan 1 minutga bormaydi.
mana ko'rib turganinglardek 4 ta natijani olib turibmiz. Mana. Yana bitta e'tibor beriladigan tomoni, sizlarga natija chiqarib berganda ochganinglarda unchalik qanaqadir sifatsizroq deb ko'rinadi. Buning sababi shuki, sizga предварительно ko'rsatish uchun buni natijani ko'rsatadi. Aslida buni sketchat qilganingizda mana bu joyda har xil kачествоda sketchat qilishingiz mumkin. 1K, 2K, 4K. 4K da sketchat qilsangiz maksimalni sifatli sizga natijani beradi. Yozuvlari ham aniqlashadi shunda. Bizda ko'rib turganimizdek, deyarli hammasi bir xil shaklda chiqqan. Xo'p, hamma detallarga e'tibor berasizlar. Mana misol uchun men bu yerda hozir qiyshiq turgan hisobiga men bu yerda ham qanaqadir suvi qiyshiqligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu rasm o'ylaymanki nisbatan tabiiyroq chiqqan. Qolganlarda ham sal unchalik emas. Bular qanaqadir unchalik tabiiysizroq chiqqan. Mana bu joyi bizga ma'quldek ko'rinyapti. Demak, biz 4K da sketchat qilamiz. Mana bu yerda загрузкani ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana shu tugagandan keyin biz загрузки bo'limida rasmimizni olishimiz mumkin. Bizda rasmimiz ana tayyor bo'ldi. Rasmimiz tayyor bo'ldi. Mana hozir kattalashtirib ko'rsataman. Yozuvlari, mayda yozuvlari unchalik aniq emas, lekin bizga asosiy brendda yozuvi aniq ko'rinishda paydo bo'ldi. Demak, biz endi nima qilamiz? Prompt yani yozdiramiz. Endi deymiz, endi KS2 dagi qurol almashtirishdagi harakatni tasvirlab ingliz tilida prompt yozib ber. Ya'ni deb aniqlik kiritishimiz kerak. Birinchi ya'ni qurol almashtirganida qo'l chiqib kelish harakati natijasida qo'lidagi mount and frame sifatida yuklagan rasmimdagi mahsulotni ko'tarib chiqishi kerak deb qo'shimcha bir izoh bersangiz, yanada sifatliroq bo'lgan prompt olishingiz mumkin. Demak, biz jo'natamiz. Hop. Ingliz tilida bitta o'qib chiqib buni tarjima qilsangiz ham yaxshiroq bo'ladi, ishingiz kamayadi. Hozir men holatimda o'ylaymanki, bu to'g'ri yozib berdi. Agar vaqtingiz bemalol bo'lsa, tarjima qilishni sizlarga tavsiya etaman. Demak, yana biz flowga qaytamiz. Rasmimizni sketchat qildik. Bundan tashqari yana bitta narsani aytish esdan chiqibdi. Mana bu biz zapis qilgan videoyimizdagi mana bu hech qanaqangi qurol ko'rinmagan, qo'l ko'rinmagan joyini ham screenshot qilib olishimiz kerak. Sababi buni biz birinchi frame kadr sifatida ishlatamiz. Buning uchun o'sha har doimgidek mana shu kerakli joyiga o'tib olib, video joyiga kelib, video joyiga kirib, zelesini qilsangiz o'sha joyiga screenshot qilib oladi. Biz buni hozir video generatsiya qilayotganda ishlatamiz. Endi mana bu images joyidan video joyiga o'tadigan bo'lsak, mana bu joyda ham frames to video, ya'ni kadr asosida video yaratish qismiga o'tamiz. Buning uchun biz hozir aytib o'tganimdek o'sha hop mana bu yerda bor ekan, o'sha bez hech qanaqangi qo'lsiz, qurolsiz ko'ringan kadr joylashtiramiz birinchi frame sifatida. Ikkinchi sifatiga ikkinchi kadrga esa, ya'ni oxirgi kadrda bizga qanaqa natija chiqishi kerak? Boya sketchat qilgan ya'ni generatsiya qilgan rasmimizni yuklaymiz, ya'ni chortoq formatida. Endi biz boya biz ChatGPT ga yozdirgan promptimizni joylaymiz. Bizda ikkita frame ham уже загрузка bo'ldi va endi biz mana bu yerda VO3 orqali video generatsiya qilaman. Xohlasangiz siz Kling yoki boshqa sun'iy intellektlardan foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda turli xil modellar bor. Biz men asosan ishlatadigan bu 3.1 fast bilan quality, ba'zan men bu lower priority ni ham ishlataman. Bu tekin. Buni ko'pincha men test qilish maqsadida ishlataman. Ko'pincha VO3 fast bilan quality bir xil natija beradi. Faqatgina ovoz agar
qanaqadir ovoz yoziladigan bo'lsa, unda quality-ni ishlatishni tavsiya qilaman. Bizning holatimizda ovoz yo'q, shunchaki harakatni bizga ko'rsatib berish kerak va prompt bilan kadrlarni joyladik va zaprosni jo'natamiz. Yana bitta e'tibor beriladigan tomoni, bittada siz kerakli bo'lgan, o'zingizga kerakli bo'lgan natijani olmasligingiz mumkin. Shuning uchun paftor qilish natijasida o'zingizga ma'qul bo'lgan natijani olishingiz mumkin. Hozir sizlarga buni ko'rsataman misolda. Hozir katta ehtimol bilan bittada bizga chiqarib bermaydi kerakli bo'lgan natijani. Demak, bizda videoyimiz tayyor bo'ldi. Endi ularni birma-bir ko'rib chiqamiz, qaysi biri yaxshi natija bergan. Ko'rib turganingizdek, unchalik qoniqarsiz bo'lgan natija. Oh my god. Bu ham unchalik emas, ya'ni umuman to'g'ri kelmaydi. Xo'p, bizga to'liq videoni ideal chiqishi shart emas, shunchaki o'zimizga kerakli bo'lgan narsa chiqib kelsa, bizga shuni o'zi yetarli. Mana misol uchun, hozir bizning yarim videodan bizga kerakli natija chiqqan bo'lishi mumkin. Mana shu joydan ko'radigan bo'lsak, deyarli biz xohlagan narsa, lekin mana bu joyda e'tibor bersangiz, shishani ko'rinishi, mana bitta qopqoqlari boshqacha bo'lib ketgan va oxirida lekin boshqacha o'qiyapti. Shuning uchun buni bizga kerakli natija deb olmaymiz. 4-ni ko'ramiz. Hop, bunda qanaqa bo'ldi? Bunda ham yo, bu unchalik emas, bizga xohlagan natijani bermadi. Agar takror qilish natijasida sizga kerakli bo'lgan natija chiqmasa, promptni yanada yaxshilashni tavsiya qilaman. Bunda aytasizki, boya e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi kadrda bizda kamera mana bu yurib ketdi, mana yurib ketyapti. Bunda aytasizki, kamera rakursi o'zgarmasin va faqat birinchi emas, o'ng qo'li kamerada ko'rinsin. Undagi harakat faqatgina pastdan, faqatgina o'ng qo'l pastdan chiqib, qo'lidagi mahsulotni chiqarish kerak. Pastdan chiqarish kerak. Yuqoridagi promptga shu shaklda o'zgartirish kirit. Shu ko'rinishda biz boyagi promptimizga o'zgartirishni kiritamiz, maksimalni yaxshi natija olishimiz uchun. Demak, hozir biz boyagi framelarni takroran yuklamaslik uchun mana bu joyda mana bu knopkani bossak, bizga tayyor uje framelarni joylashtirib beradi. Faqatgina mana bu promptni eski promptni olib tashlab, yangisini joylashtiramiz va mana buni ishlatib ko'raman, test qilib 4 ta natija. Demak, bizda zaprosni jo'natamiz. Demak, bizda natijamiz birinchisi tayyor bo'ldi. Ikkinchisini ko'ramiz. Oh my god. Nisbatan bo'laman. Ortiqcha harakatlari ko'p. 4-ni ko'ramiz.
Ko'rib turganingizdek o'rtoqlar, video generatsiya qilish unchalik ham oson ish emas. Maksimalni promptni yaxshilashni tavsiya qilaman sizlarga. Men o'zimni hozir bundan oldin o'zim tayyorlagan videoni hozir sizlarga ko'rsataman. Hop. Red Bull misolida biz qilgandik. Demak, video qismiga o'tamiz va mana meni misolimda mana bu joyda qisman o'xshagan ekan. Shu videodan men foydalanganman. Mana boshlarida o'xshamagan, lekin bizga kerakli natija mana shu joyda chiqib kelgan. Mana misol uchun pusto joy va play bosadigan bo'lsak, mana men bitta qo'lini chiqarib kelishi bizlarni kutgan natijani beryapti. Shu videodan foydalanib men ortiqcha joylarni kesib tashlagan holatda video davomiga, ya'ni boyagi zapis qilgan videoyimizga CapCut orqali shunchaki qo'shib o'rganman. Hozir CapCutda ham sizlarga ko'rsatib beraman. Hop, CapCutda sizlarga hozir qisman tushuntirib beraman o'zimning misolimda. Bizga demak bitta Red Bull joylashtirib oldik va biz zapis qilgan videoni hozir ya'ni o'yinni zapisini tashlab olamiz. Mana deylik mana shu joydan. Va mana bu joyda mana shu joygacha olamiz. Va bu yerdan ortiqcha joyini olib tashlaymiz. Ya'ni Molotov joyi bizga umuman kerak emas. Demak, bizda endi ko'rishimiz mumkin. Hop, biz sniperni almashtiradigan joygacha, ya'ni sel qiladigan joygacha oldik. Molotov уже ko'rinmayapti. Demak, agar hozir mana play bosadigan bo'lsak, albatta Red Bullda kesilmagan ekan. Hozir buni ham kesamiz. Red Bull mana shu joygacha ekan. Demak, bu ortiqcha sun'iy intellekt generatsiya qilgan ovozni olib tashlashni tavsiya etaman, chunki har doim ham yaxshi ovoz bermaydi. Endi eshitib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqangi natija olishingiz mumkin. Maksimalni ko'proq test qilib, promptni yanada yaxshilab ishlashni sizlarga tavsiya etaman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying, izohlarda fikringizni qoldiring. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, xudo xolasa keyingi videolarda ham maksimal tushunarliroq shaklda olishga sizlarga harakat qilaman. Obuna bo'lib qo'ying, like bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar deb qolaman. Hammaga rahmat.